Easy Tour. Sayohat biz bilan oson. Siz ko'zlaringizga ishonmasligingiz mumkin, lekin noyob rangda tovlanib turgan mana bu ko'l O'zbekistonda joylashgan. Xalq orasida u Nefrit ko'li nomi bilan tanilgan, lekin uning asl nomi Urungach ko'li. Bu meni YouTube'dagi eng birinchi ko'rsatuvim va bilganingizdek ko'rsatuvimni ilk sonida O'zbekistonning eng go'zal manzillaridan biri Urungach ko'liga sayohat qilamiz. Sayohatim davomida yaqinlarim Mustafa va Ilhom aka menga hamrohlik qilishadi. Ma'lumot uchun Toshkentdan Nefrit ko'ligacha masofa 145 kilometrni tashkil qiladi va uzog'i bilan 3,5-4 soatlarda yetib borish mumkin. Agar sizning mashinangiz bo'lmasa, bemalol O'zbekiston bo'ylab sayohatlarni tashkil qiladigan tur firmalar bilan borsangiz bo'ladi. Yoki o'zingiz mashinangizda bormoqchi bo'lsangiz, sizga aniq manzili va joylashuvi kerak bo'ladi. Uni bemalol meni Telegram sahifamdan olishingiz mumkin. Kanalga havolani video ostida qoldiraman. Bizani mashinalar bilasizlar, metan gazda yuradi. O'shanga hozir gaz quyish shoxobchasiga keldik. Biz hozir taxminan G'azalkent taraflaridamiz. G'azalkent. Bu yerda adashmasam oxirgi gaz quyish shoxobchasi shu yerda ekan. Uni yo'qda bo'lmas ekan. Bilishimcha. Mana shu zapravkadan keyin Xudo xolasa to'g'ri Nefrit ko'liga boramiz. Nefritga ketaverishda yo'l-yo'lakay Sijjakda somsaga to'xtab o'tsangiz bo'ladi. Yo'lga vaqtli chiqqanlar uchun nonushtaga somsa ayni muddao. Istasangiz boshqa milliy taomlar ham bor. Bundan tashqari agar siz shaharda u bu yeguliklar olishga ulgurmagan bo'lsangiz, shu yerdagi do'konlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerdan chiqish Nefritgacha yaxshi-yomon yo'llardan o'tib borasiz. Yo'llarning ko'p qismi mashinani xuddi beshikdek tebratadi va siz mazza qilib uxlab ketasiz. Mazza qilib. Lekin atrofdagi tabiat go'zalliklarini ko'rib, ko'zingiz quvnaydi. Nefrit ko'liga yaqinlashdik. Endi Xudo xolasa Nivalada birinchi ko'lgacha borib olamiz. Ikkinchi ko'lga piyoda chiqishga to'g'ri keladi. Men o'zim piyoda yurish yaxshi ko'raman. Birinchi ko'lgacha ham piyoda bormoqchiman, lekin tur ichiga Nivada borish ham kiritilgan ekan. Nimaga yo'q? Foydalanish kerak. Biz turgan joydan Kichik Nefrit ko'ligacha masofa 2 kilometr. Nivala bo'lsa kishi boshiga 20 ming so'mdan olib borib qo'yishadi. Aytgancha, xalq boyligi bo'lgan tabiat qo'yniga kirish ham pulli. Kishi boshiga 18750 so'mdan. Yaxshi. Yana bir narsani aytib o'tishim shart. Nefrit ko'ligacha Nivada borish bu haqiqiy ekstremal. O'nqir-cho'nqir tepa pastlik yo'llardan o'tayotganda siz ich-ichingizdan adrenalinni his qilasiz. Mana o'zingiz ko'ring. Tasvirlar orqali bu narsani bemalol sezish mumkin. Yama bor payti aytinglar, telefonimda qo'yish shu tepaga ketib qolmasin. Attraksion Amerikan. Slow-mo kadr otgan bo'lsam hozir. Meni ma'lumotmi? Qolmo'zi. Tarzan. Shohlarda yoptoq bo'linglar. Safar berib qolmasin. Vaqtda toshli joyga qattiq urishimiz. Mana shularda peshkom yurishimiz ham mumkin edi. Wo. Amerikanskiy ko'rgini bu. Ana brat qarab ketyapti. Brat ichmaganmi tilishlik? Qochinglar, bibi. 50 metrdan keyin. Mana qurtlar bor ekan, qurtlar mana. Asallar bor. Qaysiga kiramiz, qaysiga? Namaste. Unaqa emasdi. Iltimos, yo'lidagi kimdir olib qo'ymasdi telefonimni. Yaxshi ketyapti. Zapis ketyapti nega? 2,5 kilometrni hazm qilib keldik hozir. Bor, ogoh bo'ling. Hayvon deb nimani nazarda tutib ekan bilmadim. Chiqindi tashlab ketadiganlarni aytishgan menimcha. Shu yerda eslatma, ko'rsatuvning o'rtasida. Iltimos, bunaqa joyga kelganinglarda chiqindinglarni o'zingizlar bilan olib ketinglar. Ham nefritdan qilinganmi, bro? Nefrit tosh qayerdan olsa bo'ladi? Qashda bor? Nefrit toshni shu suvga tushganda tagidan topsanglar bo'ladi. Sizni bekorga samuray demanman. Voy orqangizda aytdim, men oldingizda aytaman. Uzuklar ham samurayki ekan. Hoy, sekin. Nefritga yetib keldik. Birinchi Nefritga. Odamlar ko'p bo'lsa ham shuncha uzoq bo'lishiga qaramang. Mana o'sha birinchi Kichik Nefrit ko'li. Suv nihoyatda tiniq va juda ham muzdek. Qo'lingizni yarim daqiqa ham ushlab tura olmaydigan bu suvda odamlar mazza qilib cho'milishadi. Qoyil.
biza soya joy qidiryapmiz. Maza qilib piknik qilib o'tirish uchun ham suvga yaqin bo'lish kerak, ham soya joy bo'lishi kerak. Afsuski, suv yaxshi joy bo'lsa, soyasi yo'q. Soyasi bor joylar loy bo'lib yotibdi, o'tirib bo'lmaydi. Bir kam dunyo. Ko'ramiz o'sha joyi. Da. Xo'p, biz joy topdik. Hech kim yo'q ekan. Daraxt soyasi. Lekin suv uzoqroqda. Bu yomon emas. Ro'z yomon emas. Biroz yomon emas, faqat bitta ikkita qo'rqitadigan narsalarni aytishim mumkin. Bu ilon chiqib qolishi bu bir. Va bizni dilimizni xira qiladigan narsa mana bular. Hayvonlar bor deshganda, lekin tikka ushdi. Ogohlantirishganda hayvonlar bor deyishganda, hayvonlar bor ekan. Asoratlarini ko'ryapmiz. Mana biz piknikka joy tayyorlayapmiz. Mana bu VIP anaqalarimiz, joylarimizni o'tirishga kerak. Mana bu yumshoq toshlar bor, bemalol o'zingizga mos keladigan razmerlarni toping. Mana bu yoqlardan ilonlar takoy nima bor deb so'rashyapti hozir. Ilonlar anaqa servisni bir qismi. U ham ularni yeymizmi yo ular bizni yeydimi? kim birinchi yeyishga? Shunaqa. Bo'ldi bro, unda chaqirib kelavering. Men ungacha ilonlarni qidirib, ozgina salom alaykum turaman. Mana bizning piknik hududimiz. Bu yerda suv. Eng qiziq tarafi bu yerda suvlar isib ketsa, shu nefrit ko'ldagi suvga qo'yib qo'ysalar muzdek bo'ladi. Ikkinchi, katta nefrit ko'lidan tushayotganlarni ko'pchiligi u yoqqa chiqmaslikni tavsiya qildi. Lekin bizning shashtimiz tushish o'rniga ko'tarilib ketdi. Piknik qilib bo'lgach, to'g'ri yuqoriga yo'lga chiqdik. Yaxshilab ahamiyat bersanglar, mana bu yoqda suv chiqib ketyapti-da, mana bu yerda suv yo'q. Va mana bu yerda yana suv kirib ketyapti. Suv juda tiniq. Pastdagi nefrit ko'li ko'k rangda bo'lsa, bu yerda oppoq. Suv tiqib qo'ydinglarmi? Mana suv tiqib qo'yamiz, muzdek bo'ladi. Qo'linglar yetib qashlay 5 sekund ushlab tura olmaysizlar ekan sovuqligiga. Ushlab turdi lekin. Qirg'og'ida. Yo, hamma yog'i bir xil. Voy. Nima betimga achasiz. Ama go'zallikni qaranglar. Hozir biz ana shu tepalikka chiqamiz. Tepalikka. O'sha tepalikdan buni o'tsak, nefritni eng kattasini ko'ramiz. Shunaqa do'stlar. Suvimiz muzladi. Endi bemalol ichib mashat qilib ketaveramiz. Okey, bosaveramiz. Tavakkalli bosh kal. Lekin bizning sochimizda bor. Xullas, odamlar aylanib chiqayotgan joyni biz tikka yo'l bilan bosib o'tamiz. Mana Mustafa har doimgidek o'ziga joy topadi. Mustafa oldingi hayotida Joy topdim. Joy topgich bo'lgan. Joy topgich. Mustafa joy topgich. Mana. Wow. Qo'lingizni olmang. Men senga bitta rasmini ham tushirib qo'yaman hozir. Xullas tepaga chiqqunimizcha bo'larimiz bo'ldi. Ayniqsa Mustafa o'chib qoldi. Aniqrog'i men o'chib qoldim. O'rtoqlar, mabodo birinchi ko'lda charchab qolgan taqdiringlarda ham ikkinchi ko'lga chiqishinglar kerak. Odamlardan so'raganinglarda ular aytishadi. Yo'q, yoqmadi. Bo'ladi, o'ziga yarashadi. Mana do'stlar. Hozir kadrlarni ketma-ketlikda ko'rsataman. Mana shu ikkinchi ko'l qanaqaligini bilib olasizlar. Katta nefritni ham ko'rdik. Kelish bor bo'lgani kabi qaytish ham bor. Shuncha masofani bosib kelgan bo'lsak, yana shuncha masofani bosib qaytishimiz kerak. Pastga tushish ham oson bo'lmadi. Oyoqlardan quvvat ko'chdi, hammamizdan battar Mustafa charchoqdan o'chdi. Eng qizig'i qaytishda ham Nivaga chiqdik va bu safargisi adrenalin, qo'shuv, ko'paytiruv plus pro bo'lib ketdi. Shunchaki qanaqa yo'ldan tushayotganimizni qaranglar. Buni hatto yo'l deb ham bo'lmaydi. Ko'rsatuv so'ngida nima demoqchiman? Hozir, bir daqiqa. Hozir.
Nima demoqchi edim? Yonimiz nima bo'pti? Ha, demoqchi bo'lganim sayohat mana shunaqa sarguzashtlarga boy. Sayohat bu dam olish degani emas. Agar siz hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, marhamat, dachaga chiqing. Lekin agar sizni sarguzashtlar qiziqtirsa, sayohat qiling.